Kech bo'lganda azizlar, baliq yegani keldik. Qishlog'imiz o'rtasida baliq pishirib sotishadi. Mana joylar qilib qo'yishgan. Xonalar. Mana bu tomoni u yoqqa qaragan magazin. Ya'ni do'kon, hozirgi tilda aytganda. Mana ko'rib turganingizdek, mana shuning ichida baliqlar. Baliqni mana bu bochkada kunda daryodan olib kelishadi. Mana klientlar qator-qator. Darvoza ochiq har doim. Mana shu yerdan endi bitta baliq ushlatamiz endi yigitlarga. Suvlari bu yoqdan kirib, bu yoqdan almashib turibdi. Yoz bo'lsa chiroyli bo'ladi. Hozir qishda endi hamma narsa yalang'och. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek. Mana bu yoqda hojatxonalar bu yoqda qilib qo'ygan. Mana pishiradigan joylari. Mana qo'llarni yuvib kirishga hamma sharoitlar bor. Balig'imiz pishguncha hozir mana shu yerda o'tirib turamiz. Biz baliqlar keldi azizlarim. Yoqimli ishtaha olaveringlar. Yegan. Oq baliq bu. O'sha beraveraymi axir? Sekin yegan. Xitoyga o'tiramiz. Ham yedik, mana qiy chuvlashib bolalar bilan. Ilohim, patahani qilamiz endi. Katta-kattalar qoladi, endi ikkalamiz qoldikmi? Baliqdan keyin dasturxonlar mana shunday holatga keladi azizlar. Ilohim, sog' salomat yuring, qatorimizdan xato bo'lmaylik, yurtimiz tinch bo'lsin, ellarimiz obod bo'lsin, yoshlar katta-katta yigitlar bo'lsin, qizlar bo'lsin, o'qimishli, hajlarga boradigan ota-onasini ilohim sog' salomat yurishlar hammamizga nasib qilsin. Alloh mas'ullarni yaxshi kunlariga, yaxshi o'qishlariga ishlatishga harakat qilamiz. Allohim bergani chin bo'lsin. Sog' salomat yuraylik, qatorimizdan xato bo'lmay, el yurtimiz bilan yaxshilikda yuz ko'rishlar. Shuning bilan bugungi videorolikni tugataman azizlarim. Endi biz baliqxonadan chiqib ketyapmiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Baliqni yeb chiqdik azizlar. Bu yerda shashlik ham bo'lyapti. Kech bo'lganda ham bo'laveradi. O'tgan kuni ham 1-2 kun avval ham keluvdik. Mana bu yerda yigitlar baliq ushlashayotgan ekan. Men videoga oldim, lekin bu yog'i bo'lmagan uchun kirib kelishda olmabman ekan, qo'ymadim azizlar. Bugun qo'yib yuboraman shuni ham videoga qo'shib. Mana shu yerdan. Hozir boraman. Mana baliqlar. Nevarachi baliqni ushlaylik deyapti, suvga tushib. Baliq yegani keldik azizlar. Azizlar baliq ushlashyapti mana. O'zlari ushlab pishirib berishadi. Xohlaganda qilib qishlog'imizda o'rtasida. Mana baliqlar ko'ryapsizmi? Suzib yuribdi. Mana. Ha? Tushunmadim. Sazanmi u? Umid, sazanmi? Ana sazan. Kilosi qanchadan? Kilosi. Kilosi 100 mingmi? Sazandiki 100 ming. 80. Qaysi 100 ming? Kattalari 100 mingmi? Ya katta bo'lgan sayin yog' baylaveradi-da bu o'ziga. Biz oq baliq yedik 45 mingdan kilosi. Yaxshi. Hidi yomon lekin o'rtoqlar. Baliq yeysan-u keyin hidi yoqmaydi odamga. Sen YouTube'ga qo'yib yuboraman men. Ana baliqxo'rlar. Samarqanddan, Samarqanddan kelishibdi, mehmonlar ekan bular. O oq futbolkadagi yigit o'zimizning yigit.
Mana baliq nimasi qiz bolamisan olmang meni deydi. Baliq yeyuvchilar mana kelaverasizlar. Mana shu yerda zo'r baliq pishiradi. Shashliklar bor mana. Jarboshida. Farg'ona viloyat Beshariq tumani Jarbosh qishlog'ida mana. Shu yangi hali. Oxiri ketmagan. Mana. Yonida bog'cha ham bor. To'lg'onay xolang indamay turibdi-yu, meni olmang deydi. Bosh bo'p. Mana baliqlar. Telefonim tushib ketsa. Bu ham baliq bo'p. Ha? Necha kilo? 80 dan urib berdim aka. 526 ming. 526 ming 80 dan uribdi. Mana. Mazza qovurishadi hozir endi. Malakchi. Nima uni oppoqlar tepaga o'zini tepa. O'ldimi ular? Tirilib ketdimi? Ha. Charchab qolgan, ha? Ha, garang. Ha, garang bo'lib turibdi. Ha, yaxshi bo'lib ketadi. Ha, yaxshi bo'lib ketadi degin. Ana tepaga qarab turganlar, yaxshi bo'lib ketadi deyapti yigitlar. Ana. Mana bu yerda suv tushib turibdi, yangi suv tushib turibdi. Eskilari chiqib ketadigan joydan chiqib ketaveradi.